Va'da bergandek opa-singillarimizga mana shu qismda baqbaqalarni chiqib qolishi juda xunuk turadi, yarashmaydi. O'zi ahamiyat bersanglar, 18 yoshlilarda ham baqbaq bor. Bu chunki bu ortiqcha vazndan emas. Bu shish, limfa tizimimiz yaxshi ishlamasa, shu yerga shish yig'adi. Ko'zni tagiga yig'gandek, qo'l oyoq yig'gandek, shishi shu yerga suyuqlik yig'iladi. Bu hujayralar orasidagi suyuqlik, toksinlar chiqib ketish kerak bo'lgan zaharli suv desa ham bo'ladi-da. Mashq qilmaganimiz uchun, hech qanaqa harakatda bo'lmaganimiz uchun chiqib ketish qiyinroq. Unga o'zi hammasiga yoga yaxshi. Yoga qilayotgan odamda baqbaqa bo'lmaydi. Bu yerda podizичный mышца bor, mushak bor. O'sha mushakni ishlatsak, mushak ishlagan joyda suyuqlik yig'ilmaydi. Mewing degan mashq bor. Tilimizni 90% tanlayga yopish kerak. Itarib turish kerak. Sezdingizmi? Masalan, kuniga 20 marta dinamikada. Mana qarang ularga. Statikada ham 20 sekund, 10 sekunddan 3 martadan ushlab tursa bo'ladi. Boshida juda og'riydi, jag'lar, hamma yoq og'rib ketadi, keyin o'rganasizlar.